Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan koreys tilini noldan boshlab darslarimizni davom ettiramiz. Eslatib o'taman, bizning darslarimiz Salty Hangulgo 1A kitobdan o'tilyapti. Bugungi darsimiz kitobning 4-unitini ikkinchi yarmi bo'ladi. Demak, bizda ikkita grammatika bor. Birinchisi o'rin-joy kayo, vayo. Demak, bu degani, bu o'rin-joyi oldida biron bir joyi nomi keladi. Ana shu joyga boraman yoki ana shu joyga kelaman degan gap grammatikani o'tamiz bugun. Ikkinchisi bo'lsa noun up, twi, yop. Ya'ni bu nounning oldida biron bir narsa kelishi mumkin yoki odam kelishi mumkin. Mana shuni oldida, orqasida, yonida degan bir qanaqadir predloglar, qo'shimchalarni o'tamiz bugun sizlar bilan. Qani bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Birinchi grammatikamiz aytib o'tganidek o'rin-joy kayo, vayo. Ya'ni o'rin-joyi o'rnida o'sha joyi nomi keladi yoki biron bir bino nomi kelishi mumkin. Ana shu joyga kayo degani bormoq degani, boraman. Bu yerda o'sha ga qo'shimchasini beryapti. Bu yerda ko'pchiliklarning agar oldingi darslarimni ham ko'rgan bo'lsanglar, biroz ikkilanishlaring mumkin. Ya'ni o'rin-joyga ni qo'shsa da qo'shimchasini ham berish mumkin degan holatda o'tgan safar o'tgan edik. Lekin agarda mana shu qo'shimchasi kayo, vayo bilan keladigan bo'lsa, ya'ni bormoq, kelmoq fe'llari bilan keladigan bo'lsa, bu holatda qo'shimchasi ga so'zini ifodalaydi. Ga deb tarjima qilinadi. Masalan, biror yerga bormoq, biror yerga kelmoq degan holatda tarjima qilinadi. Misol uchun, Hakkyo ve kayo. Hakkyo demak o'sha o'rin-joyda o'rnida kelayotgan so'z. Maktabga boraman degan gap hosil bo'lyapti. Keyingisi Steven'in o'nil chibe vayo. Steven bugun uyga keladimi deb savol beryapti. Steven bugun uyga keladimi deb savol berilyapti. O'rtoqlar, endi misollar bilan yana mustahkamlaydigan bo'lsak, bu grammatikamizni. Xo'p, oldin ni aytib o'taylik. O'tgan safar men sizlarga mana bunaqa holatda tushuntirgandim. Masalan, Timin xo'sh. Timin chibe issoyo. Demak, Tim uyda yoki Tim uyda bor degan gap hosil bo'lyapti. Bu holatda mana bu qo'shimchasi da degan ma'noni beryapti. Endi bugungi grammatikamizga o'tadigan bo'lsak, Timin chibe kayo. Tim uyga boradi degan gap hosil bo'lyapti. Endi bu yerda mana bu qo'shimchasi ga deb tarjima qilinyapti. Nimaga? Chunki bu kada, ya'ni bormoq fe'li bilan ishlatilyapti. Shu holatiga e'tibor berib qo'yasizlar. Kada, ya'ni kayo deb tuslanyapti. Bu yerda o'sha ishlatilayotganda hozirgi zamonda yo qo'shimchasini qo'shar edik. Oldingi darslarimda bor. Kayo deb tuslaymiz. Kayo yoki vayo, ya'ni kelaman, kelmoq so'zlari bilan, fe'llari bilan ishlatilganda mana bu qo'shimchasi ga degan ma'noni berib qolar ekan. Shu joyiga e'tibor berasizlar. Demak, tarjima qilayotganda hushyor bo'lib tarjima qilishimiz kerak ekan, o'rtoqlar. Yana qo'shimcha misollarni ko'radigan bo'lsak, Chingu ga hakkyo yoki hanguk deylik. Chingu ga hanguge vayo. Demak, o'rtog'im Koreyaga keladi yoki kelyapti deb tarjima qilsak ham bo'laveradi. Bu yerda ham so'zi ga deb tarjima qilinyapti. Yoki bo'lmasam Odiye kayo. Qayerga ketyapsan? Kage kayo. Do'konga ketyapman deb aytsak bo'laveradi. Demak, kage do'kon bo'lsa, ga do'konga ketyapman deb tarjima qilsak bo'laverar ekan. Endi keyingi grammatikamizga o'tamiz, o'rtoqlar. Keyingi grammatikamiz aytib o'tgandek up, twi, yop. Ya'ni oldida, orqasida, yonida degan predloglar hisoblanadi. Bu o'sha biron bir o'rin-joy haqida ma'lumot berishda yoki so'rashda ishlatiladi. Ya'ni yonida nima borligini, orqasida nima borligini aytishda ishlatiladi. Masalan, misollarga o'tsak, Steven'in Akira ape issoyo. Demak, endi Akira turgan bo'lsa, biror joyda Akirani oldida Steven turgan bo'lsa, bu holatda demak,
Steven'in Akira ape issoyo, ya'ni Steven Akirani oldida deb tarjima qilsak bo'laveradi. Keyingisi Hakkyo'nin aning yope issoyo. Endi yop degani yonida bo'ladi. Yope bo'lsa, masalan, Hakkyo deyilyapti. Hakkyo aning yope, ya'ni bankni oldida ekan. Bitta bank bor ekan, uni oldida yoki o'ng tomonda yoki chap tomonda maktab bor ekan. Shu holatda yopeni ishlasak bo'laveradi. Yon qismida deb tarjima qilinadi. Maktab bankni yonida. Keyingisi tvi. Tvi endi orqa bo'ladi. Tvi bo'lsa orqasida bo'ladi. Saraning nana tvi istoyo. Sara demak nanani orqasida ekan. Nana turibdi. Nanani orqasida Sara turgan bo'lsa, tvini ishlatsak bo'laverar ekan. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Tvi yopni mana shunaqa ishlatsanglar bo'laveradi. Bu haqda o'tgan safargi darsimda ham anchagina ma'lumot bergandim. Lekin bugungi darsimizga yana bitta qaytarish bo'ladi sizlarga. Xo'p, sizlarga yana bitta bonusim bor. Har doimgidek dialog ko'ramiz sizlar bilan o'rtoqlar. Qani, boshladik. Bu dialogimizda Julian bilan Steven gaplashyapti ekan. Demak, Julian aytayapti: "Steven shi, odekayo?" Steven, qayerga ketyapsan? Steven aytayapti: "Kongange kayo." Kongang degani aeroport degani edi. O'tgan safargi darsimizda so'zlarni sizlarga yozib bergandim. Agar yodlab qo'ygan bo'lsanglar, buni bemalol topasizlar. Kongange kayo, aeroportga ketyapman. Chinguga Hanguga vayo. O'rtog'im Koreyaga kelyapti. Julian shinin odiye kayo. Julian qayerga ketyapsan? Endi Julian javob beryapti. Ucheguga kayo. Ucheguk degani pochta degani edi. Ucheguga bo'lsa, demak pochtaga ketyapman bo'lib qoladi. Steven aytayapti endi. Ucheguga odiye issoyo. Ucheguk pochta qayerda? Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'shimchasi endi da deb tarjima qilinyapti. Julian aytayapti: "Hanguk ining arayo." Koreya bankini bilasanmi? Hanguk ining ape issoyo. Koreya bankini oldida deyapti. Demak, bu holatda mana bu yerda Koreya banki bo'lsa, uni oldida, ya'ni old qismida, demak, pochta ekan. Mana shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Bugungi grammatikamiz darsimiz sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agarda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar va foydali bo'lgan bo'lsa like ham bosib qo'yinglar. Bundan tashqari Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda Koreyaga oid va koreys tiliga oid ma'lumotlarni berib boraman. Xo'p, bugungi darsimiz shu yergacha edi. Keyingi darslargacha ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.